Aziz do'stlar, bugungi videomizda sizga Jetki Travertin haqida ma'lumot beramiz. Ko'rib turganingizdek, mana bunaqa chiroyli devor fasadlari sizga qiziq bo'lsa, uyingizda shunaqa chiroyli fasad qilmoqchi bo'lsangiz, mana shu ustamizga murojaat qilsangiz bo'ladi. Jahongir aka mana shu uyni qilgan ustalarimiz. Xo'p, Jahongir aka, hozirda narxlar tushdimi, ko'tarildimi? Narxlar halicha o'zgargani yo'q. Shu o'zgargan narxlar turibdi hali ham. Bizdan tomosha qilayotganlarning uyini ham mana shunaqa chiroyli qilib Travertin qilib bera olamiz. Shunday. O'zbekiston bo'yicha. O'zbekiston bo'ylab joyiga qarab borib qilib beramiz. Bo'ldi. Hozir narxlari, barcha ma'lumotlari video davomida bo'ladi. Like bosinglar, boshladik. Jahon akani sizlarga tanishtirdim do'stlar. Xo'p, bu ustamiz asosan mana shunaqa travertin ishlari bilan shug'ullanadi akamiz. Xudo xolasa navbatdagi uyni bitkazdik. Nasib bo'lsa navbatdagi yo'limiz uchastkamiz bitta. Ya'ni Jahon akaning ishlarini ko'p chiqaramiz, mana shunaqa chiroyli fasad ishlarini qiladi. Xo'p, bu yer faqat darvozaxona bo'lgan ekan, Jahon aka. Darvozaxona ko'cha betida ozroq joy bo'lgan. Ko'cha tomonlari, ko'chani hozir ko'rsatamiz. Darvozaxonaga rombik fason arka rombik fason bo'lgan, yo'llari 3D polasa bo'lgan. Aha. Katta ekan, lekin rombiklar. Rombikcha o'sha oldingi razmerda, hali ham просто hovli katta bo'lgani uchun, baland bo'lgani uchun kattaroq qilingan-da. O'rtalariga karishmay kaminsa chiqarib berganmiz. Aha. Karishmaydan rombikcha o'rtarak chiroyli bo'lib chiqish uchun. Bu tomonlariga 3D polasa bo'lgan, yana roshini buni ham 5ini ham misol 3D qilib berganmiz. Ya'ni mana bunaqa arkalarni ham joyiga qarab yasaymiz. Ha, joyiga qarab, misol uchun devor tekis bo'lsa, o'sha joyga tushadi. Deraza nimalar bo'lsa-ga to'g'ri kelmaydi. Yo'q, unaqa narsa. Masalan, hozir ko'pincha ko'ramiz, mana shu modada o'zi shunaqa rombik. Hozirgi kunda trendda bo'lyapti shu rombikcha. Masalan, mana shunaqa fason menga yoqmaydi deganlar bo'lsa agar, boshqacha fasonlar qilib berishimiz mumkin. Har xilcha variantlarimiz bor. Однотонный, misol uchun, jemshik variantlari, oddiy g'ishcha, har xilcha varianti bor. O'shalarni aniq ko'rsatib, misol uchun kataligimizda. Qaysi o'shanga qilib beramiz. To'g'rimi? Xo'p, mana bu rombik. Ya'ni 3D rombik bo'ladi bu. Shunday ko'rganingizda chiqib turgandek ko'rinadi, lekin bu o'zi aslida tekis narsa-da. Aslida tekis narsa. Qo'l bilan ko'rsatyaptilar. Aslida tekis narsa bu. Bunisi ham misol uchun natural toshga o'shanga o'xshatib yasab berganmiz. 3D. Ya'ni travertin chiqib turganga o'xshaydi. Xo'p, ustam, mana shu arkasi bormi? Atrofdagi arkasi. Aha. Hozir bu ham 3D dan bo'lgan. Ya'ni tekis narsa, 3D o'zidan chiqarib berganmiz bu narsani. Xohlasa, misol uchun ideyasini kelishganda payga yopishtirib Pinaplexda. Ana shunga tiyaga yopishtirsak bo'ladi, ha? Tiyaga yopishtirsak bo'ladi. Ya'ni tayyor tiyagalarni yopishtiradilar. Shunday. Xo'p, tiyagalarni ham qaydan olishni bilamiz. Qaydan olishni bilamiz. Misol uchun qaysi ochishni bilamiz. O'zimiz olib kelamiz. Olishga xarajat tiyagalari отдельно bo'ladi. Yopiq darvozaxona ekan. Xo'p, bleskini qarang. Bu o'zi silliq narsa, ustidan laq qilinganda mana shunaqa blesk berib turadi. Undan keyin buni biz karcherda, suvda yuvsak bo'ladi, shunaqa. Bemalol karcherda, suvda yuvsa bo'ladi, chang bo'lsa. Aha, chang bo'lsa karcherda yuvasizlar. Juda qattiq narsa. 10 yil garantiya beramiz. Garantiya beramiz, shunaqami? 10 yil garantiya beriladi. Endi devor tagida sho'ri bo'lmasa, bu tomonlarga bitta o'taylik. Saqlamaydi. Hozir mana bu tomonni polni 3D polasa bo'lgan ekan. Mana tiyaga yopishtirgan ekanmiz, mana bu taraflariga polni 3D polasa qilganmiz. Eshiklar roshiga tiyaga yopishtirib berganmiz, chiroyli qilib. Bu nima bu? Pinaplexdami tiyagalar? Pinaplexdan yopishtirilgan. Nima bo'lsa, ana ganchli nima? Yo'q, unaqa emas, qarang, mustahkamlik qattiq. Buni ham o'sha ganchli kabi nimasi bor, xizmat qiladi. Ha. Misol uchun 10 yil, 15 yil turadi, hech narsa qilmaydi. Endi mix bilan yoki bo'lg'acha bilan ursangiz sinadi, bu hammasi sinib ketadi. Ganchami nima bo'lsa sinadi bu narsa. 3D polasa bo'lgan ekan. 3D polasa bo'lgan bu taraflariga. Polasa ham lekin zo'r ko'rinibdi, mana shu yerga. Hovlini misol uchun yoriq qilib, darvozaxona yopilgani uchun yoriqdan narsa yasab bergan, shuni. Yopiq joyda bu 20 yillab ketsa kerak. O'zi garantiya 10 yil bo'ladi. Garantiya 10 yil, misol uchun hech narsa qilmay turaveradi, 10 yillarga turaveradi. Quyosh, yomg'irli joyga ham bu juda sifatli, ya'ni ko'p xizmat qiladigan fasad mahsuloti hisoblanadi. Shunday. Shunaqa xizmatlar qiziq bo'lsa, agar kerak bo'lsa, akaga murojaat qilaverasizlar. Jahon aka.
Buni tagi shkatulka bo'lishi kerak. Buni tagi shkatulka bo'lishi kerak. Agar devor loysoq bo'layotgan bo'lsa ham tekis bo'lishi kerak. Loysoq bo'layotgan bo'lsa ham tekis bo'lishi kerak. Bu hozir nima edi? Shkatulkamidi, loysoq? Tagi shkatulka edi buni. Bu shkatulka edi. Shkatulka tayyorda keldik, bor qilib berdik. Oxirgacha bo'lgan ekan shunaqa. Keling pastga tushaylik aka. Mana bu bir tomon общий shu 3D palasa bo'lgan, lekin 3D palasa qilsak ham juda chiroyli bo'lar ekan. Zo'r bo'lar ekan, ha? Bir tomoniga eshik deraza bo'lgani uchun arka tushmadi-da. Shuni hisobiga. Xo'p, mana shu yerga g'ishtmi biror narsa qilsak ham bo'ladimi? G'isht chafasonmi, ya'ni qanday blok chafason bo'ladi? Bo'ladi, shunaqa qilib bersak ham. Bundan ko'ra bu yaxshi, skromni, hovlini kattaroq ko'rsatadi. Ichkari joy ekan, bu ichkari. Bo'yatgandek ancha xizmat qiladi. Shuni hisobiga. O'zi uyning egasi nima olib beradi, Jahon aka? Uyning egasi aka qarang, bu devorimiz qarang, bu devorimiz shkatulka edi. Hech narsa xarajati yo'q. Penaplekslarni olib bergan, tegalarni olib bergan, yopishtirib berganimizga ham отдельно pul bergan. Ana shu Penaplex bitta eshikka necha pul ketadi primerda? Bitta ko'rsatib o'ring-da. Sredniy bitta eshikka 300-350 ming atrofida ketadi. 350 ming atrofida. Buni olib bersak, yopishtirishi ichida bo'ladimi? Yopishtirishi, misol uchun yopishtirishi bilan shunaqa aytyapman-da. Yopishtirishi bilan 350 larga tushib qoladi. 350 atrofida. Ya'ni bularni biz qidirib yurmaymiz, o'zimizni tanishlar bor, olib kelamiz. Tanishlar bor, misol uchun olib kelamiz, o'zimiz yopishtirib ham beramiz, olib qilamiz keyin. Mana shu tomonlarni ham katta nima ekan, eshikni joyiga qo'yishgan, yopiq joy bo'lganligi uchun atrof polni Penaplex qilingan. Patologlar ham mos tushibdi, ana figuralarga. Patologlarga moslab chiroyli qilib yorqinroq rang qilib berdik-da. Patolog ustalar, tanishlar bormi yo o'zimiz qilaveramizmi? Patolog tanishlarimiz yo'q. Yo'q, ha? Yo'q. Biz faqat travertin bilan shug'ullanamiz. Faqat travertin bilan shug'ullanamiz. Xo'p, buni garantiyasi qancha, Jahon aka? Garantiyasi 10 yil. Tagida sho'ri bo'lmasa, hech narsa qilmaydi. 10 yillarga ham turaveradi. 10 yil garantiya bor. 10 yilga. Bemalol yuvib olsak bo'ladi. Bemalol yuvsak ham bo'ladi. Narxlar qanaqa aka? Asosiysi o'zi hamma qiziqadigan narxi. Hozirgi kunda narxlarimiz aka $8 dan $12 gacha bo'lyapti material ichida. Masalan, mana bu ishimiz $10 dan qilamiz. Aralash bo'lganligi uchunmi? Aralash bo'lganligi uchun fasoni qiyinroq. Xo'p, bu jiddiy travertinning narxi qimmat yoki arzon bo'lishi mana bunaqa figuralarga bo'ladi do'stlar. Fasoniga qarab. Mana shunaqa rombiklar juda ko'p bo'lsa agar, bunga mehnat ko'p ketadi. Ana shuning uchun qimmatroq bo'ladi. Xo'p, palasalar bo'lsa agar sal arzonroq chiqadi, shunaqami? Endi joyga qarab kelishamiz. Joyga qarab. Agar 3D bo'lmasa agar, undan ham arzonroq qilib berishingiz mumkin. Undan ham arzonroq bo'lishi mumkin. Eng arzon $8 dan qilyapmiz hozir. Xo'p, bizning kanaldan telefon qilib, bizlar Shayx Rosiy kanalidan telefon qilyapmiz desak, qanday bonuslar chiqarib beramizmi? Skidkalar kelishtirib chiroyli qilib beramiz. Bo'ladi, shunday. Xo'p, $8 dan $12 gacha. $12 qanaqa u? $12 jemshik fason. Xo'p, jemshik fason qilyapmiz. X travertin bo'ladi. Jemshik fasonda anatomiy bo'ladi. Xo'p, rasmlari bor sizda? Rasmlari bor. Nomerlarni ekranda qoldiraman. Telefon qilasizlar, sizga Telegram, WhatsApp hammasidan yozishsa agar rasmlarni katalogini yuboramiz. Shunday. Yoki masalan uyingizni rasmini yuborib, mana shu yerga qanaqa fason qilsak bo'ladi deb so'rasangiz ham bo'ladi. Masalan, aytadilar, mana shunaqa rombik yoki mana bu fasondan qilsa yaxshi bo'ladi. Shunday, kataloglarni tashlab beramiz. Qaysi biri yo'qsa, o'shanga qarab kelishib, chiroyli qilib beramiz. Xo'p, bu ishlarini bir 20 dan ortiq menimcha mana bunaqa figuralari bor. Shunday, har xilcha varianti bor. Rangi ham ko'p, menimcha, lekin hozirda eng trendda ketayotgan, ya'ni menaga tegmaydigan ranglardan biri mana shu rang bo'ladi. Ana shu maloshni bo'lyapti-da. Hozirgi kunda 3D ham chiroyli chiqadi, 3Dsi ham. O'zbekiston bo'yicha ishlaymiz, usta bu. O'zbekiston bo'ylab ishlaymiz. O'zi asli biz Samarqand Kattaqo'rg'ondamiz. Misol uchun chekka joylarga bo'layotgan bo'lsa, yotishtirishga sharoit qilib beradi. Keyin kvadratiga qarab boramiz. Uyning egasi nima olib beradi? Uyning egasi olib berayotgan narsa, misol uchun agar shkatulka shunaqa holatda tekis bo'layotgan bo'lsa, faqat les olib beradi. Agar eshik derazalarni roshiga tega qo'yilmoqchi bo'lsa, tega olib beradi. Ular adin alohida gaplashiladi. Lesalarni ham olib beradi, baland bo'lsa agar, lesani olib beradi yotagiga. Xo'p, bolalar yotish uchun joy qilib berish kerak. Xo'p, agarda uchastkada hech kim bo'lmasa, boshqa davlatdan bizlarni ko'radiganlar bor. Hovlida hech kim bo'lmayotgan bo'lsa, olib gaplashadi. Misol uchun pitaniya, listapisa nima xarajat bo'lsa, olib gaplashiladi. O'zimiz qilib chiroyli qilib chiqarib ketamiz. Xo'p. Hammasini dogovor qilib ham, masalan, ustalarni shunday qo'yasiz. Masalan, ovqat pullarini dogovor qilib berasiz. Hammasini o'zlari qilishadi. Birov kishi kelib, obed olib kel, ujin olib kel, yo'q, unaqa narsa yo'q.
O'zi masalan mana bu necha puldan bo'lganda 10 dollardanmi? 10 dollardan bo'lgan. 1 kvadrati 10 dollar bo'lsa agar, mana shu yerga ketadigan barcha mahsulot o'zlaridan bo'ladi. Material, skoch, travertin, laka, girdi bo'ladi. Aka boring, bitta xozmakdan mix olib keling, bitta shotka olib keling, bunaqa gap yo'q. Bunaqa narsa yo'q. Lekin bleski zo'r beryapti, qarang. O'zi Bles bu ishni o'sha bleskidan ko'rish mumkin. Qancha shunaqa yaltilab tursa agar, shuncha o'zi ustalar yaxshi mehr berib ishlashgan hisoblanadi. Aka nomerlari mana shu yerda qoldiraman. O'zingiz javob berasiz. Ha, shuni o'zim aytaman. Qayergacha boramiz? Xorazm, Qoraqalpoqgacha boramiz. O'zbekiston bo'ylab. O'zbekiston bo'ylab. Komandamiz ko'pmi? 1-2ta birdan ishtirok qilsa? 4-5 ta brigadamiz bor. Uyni ichkarisiga mana shunaqa rombik bilan palasa bo'lgan, tashqarida boshqacha g'ishtcha fason qilganmiz. Tashqarisiga 3D g'ishtcha qilib berganmiz. 3D g'ishtcha. Endi joyi kichkinaroq bo'lgani uchun ko'ramiz o'sha yerga berganmiz. Birdan ko'ramiz. Hozir biz Samarqand Seleskidamiz. Seleski tomonda. Selesk, Gulobodmi shunaqa-da. Hozir aytganimizdek, bu blokchami, g'ishtchamidi aka? Bu 3D g'ishtcha. 3D 3D g'ishtcha. Mana shuni mehnati yomon ko'p, ha? Ha, buni o'zi отдельно bo'layotgan bo'lsa, shuni o'zi 12 dollardan qilyapmiz. Общий mana shunaqa hamma joyi shunaqa qilsak 12 dollardan bo'ladi. Общий hamma joyi shunaqa 3D g'ishtcha bo'layotgan bo'lsa 12 dollardan bo'ladi. Boya aytganimdek do'stlar, buni mehnati ko'p, har biriga skoch yopishtirib, uzgandan keyin mana bu kraskalar uchun ham har bittasiga skoch yopishtirib uzish kerak. Shunday. Chiroyli narsa, lekin mehnati ko'p bo'lganligi uchun qimmatroqga tushadi. Xo'p, usta bu. Hozir bu tashqari tomon magazin ekan-a? Tashqari tomoni magazin bo'lgan-a? Uyimizni polni mashina qilsak ham bo'ladi. Endi ba'zilar endi pulni ayashmaydi-da. Polni shundan bosib o'r deyishadi. Shunaqami? Shunday. Endi misol uchun kimgadir qanaqa fason yoqadi? Hammaga har xil-da. Hammaga har xil fason yoqadi. Masalan, menga mana shu ishingiz yoqdi, usta bu. Uyimga chaqirdimda, mana shu ishni qilib berasan. Narxini masalan dagor qildik. Oldindan qancha zalog beramiz sizga? Endi misol uchun 50%, sredniy 50% bo'ladi. Material uchun boshlashimizda 50% materialga pul beriladi. Qolganini ishni bo'lgandan keyin. Qolganini ish bo'lgandan keyin. Mana shu yerda o'zi qancha rasxod ketgan, примерно ayta olamizmi? Necha kvadrat bu yer? Примерно 230 kvadrat bu. 10 dollardan 2300 dollar bo'lgan. 2300 dollar bo'lgan. O'sha 2300 dollarni biz sizga berdik. Siz hammasini o'zingizdan olib kelib qo'ydingiz. Mana shu Penaplexlardan tashqari. Ha, Penaplexdan tashqari 2300 endi bizga bergani bo'lyapti-da. Shunaqa gaplar, qaysi fasonni yo'qda kommentariyada yozinglar do'stlar. Mana shunaqa g'ishtchasimi yoki ichkaridagi palasa bilan nimasimi? Nima edi? 3D rombigimi? 3D rombig. Mana shuni yozib qo'yasizlar. Shunday. Xo'p, akamiz O'zbekiston bo'yicha ishlaydilar. O'zlari Samarqanddan bo'ladilar. Nomerlarni qoldiraman. Telegramdan 24 soat telefon qilsangiz bo'ladi. Shunaqami aka? Bemalol Telegram. Aka uxlamaydilar. Ha, keling. Bemalol. Xo'p, rasmlarini, fasonlarini sizga yuborib beradilar do'stlar. O'zbekiston bo'yicha ishlaymiz aytganimizdek. O'zbekiston bo'ylab ishlaymiz. Kvadratiga qarab borib, kamerani chiroyli qilib. Shunaqa gaplar. Laykni albatta bosinglar do'stlar va keyingi videolarda ko'rishguncha